qaranglar. Ko'chada hech kim yo'q. 20-dekabr 2025-yil shanba. Haftaning 6-kuni. Shanba kuni menga juda ham yoqadi, sababi ko'chada mana bunaqa hech kimni ko'rmaysizlar. Mashinalar, probkalar, tirbandliklar bo'lmaydi. Ishga ketayotganda ham maza qilaman. Shanba, yakshanba kunlari ayniqsa haftaning eng zo'r kunlari hisoblanadi. Ko'chada yurish uchun, mashinada yurish uchun maza qilib yursanglar bo'ladi, qaranglar. Ertalab soat 9dan 21 minut o'tadi. Ko'chada hech kim yo'q, probka yo'q. Boradigan manzilingizga 10 minutda emas, 5 minutda borasizlar. Mazada. Haftani qaysi kuni yoqadi ko'proq sizlarga? Kommentariyada yozib ketinglar. Ayniqsa ertalab ishga ketadigan odamlar uchun menimcha shanba odoq kunlari yaxshi, lekin davlat ishida ishlaydiganlar shanba odoq kuni dam olishadi. Menimcha ko'pchilik shanba odoqda bunaqa ko'chalar pusto bo'lishini bilmasa ham kerak. Bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. Nima deysizlar, shanba odoq yaxshi kunmi yoki uyda maza qilib dam oladigan kunmi? Endi to'g'ri bizning ishda davlat ishi bo'lmaganini hisobiga biz shanba odoq kunlari ham ishlaymiz, dushanba kuni dam olamiz. Lekin mana bunaqa probkalarda dushanba kuni, mana ko'chalarda dushanba kuni yura olmaysizlar. Mana shu probka bo'ladi.